Mana men nimaga ChatGPT ning o'rniga Cloud ishlataman. Challenge'imizning 14-kuni bugungi kunimizni ham xudo xolisa montajlar bilan boshlab olamiz. Soat 1 bo'ldi. Men o'zim konkurentlarimning videolarini ko'rib chiqib, ideyasini olib o'zimga ham yozib oldim. Endi xudo xolisa bularni montaj qilib YouTube'ga joylasam bo'ldi. YouTube'ga qo'yishim kerak bo'lgan videolarni montajini va nihoyat tugatib bo'ldim. Endi buni YouTube'ga joylab yuborsam bo'ldi. Bizani hozir qiladigan ishimiz Instagram uchun kontent ideya qilish. Kontentimizni Cloud AI orqali birga qilamiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi, men 10 minutga qolmasdan 30 kunlik ideyamni hammasini qilib berdi. Bu yerda har bitta narsaga e'tibor bergan, sekundi, hook, CTR, hammasiga e'tibor bergan. O'shanga sizlarga ham ideya kerak bo'ladigan bo'lsa, Cloud ishlatishinglarni maslahat beraman. 10 ta kam oldi, men magazinga qarab chiqib ketaman, uyga narsalar olib kelishim kerak ekan. Xo'p, ko'chani boshidan go'shan olib oldi. Endi xudo xolisi o'zimizning mahalladagi magazinga kirib ham bir ikkita narsa olishimiz kerak ekan. Endi biz Telegramimizda o'rganayotgan yangi yo'nalishimizni yaxshilab analiz qilib chiqamiz. Agar sizlar ham bu yo'nalishni o'rganmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Bugungi kunni shunaqa qilib tugatib olamiz. Sizlar bilan 15-kunni ko'rishguncha, aytgancha menga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar.